женщины духа больше, чем у многих мужчин просто. Я же говорил миллион раз, у этой женщины духа больше, чем у многих мужчин просто. Bir konsert bekor bo'ldi, ammo uning dovrug'i butun dunyoga tarqaldi. Yahudiylar niyatiga yetdi. Yulduz Usmonovaning Nyu-Yorkdagi konserti rasman bekor qilindi. Bekor bo'lgan tomoshaning ortida katta tomosha boshlandi. Butun dunyo san'atkor Yulduz Usmonovaning ijodi va o'zi haqida qiziqa boshladi. Yulduz Usmonova, низкий поклон. Мир переворачивает она, мир, прям как в песне. Я чуть-чуть переделал. Всеми уважаемая Юлдуз Ибрагимовна Усманова, которая, не побоясь, высказала свое мнение еврейским общинам. Bugun nafaqat O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, hatto xorijiy saytlar, ijtimoiy tarmoqlar va chet el auditoriyasi ham uning nomi u to'g'risida qiziqa boshladi va u to'g'risida gapira boshladi. Я получил известие о том, что концерт антисемитки Юлдуз Усмановой в театре Ашана отменен. Это огромная победа для нашей еврейской общины. Я поздравляю всех. Скандал вокруг узбекской певицы в Соединенных Штатах Америки. Политики Нью-Йорка против концерта Юлдуз Усмановой. Концерт bo'lmaydi. Юлдуз Усманова. Нет, я считаю, что ее даже пускать в Америку не надо было. Quyoshni loy bilan yopib bo'lmaydi. Amerikalik siyosatchilar Yulduz Usmonovaga qarshi kampaniya boshladi. Nyu-York shtati gubernatori lavozimiga nomzod Bruce Blakeman va Nyu-York shtati assambleyasi deputati Michael Novakov bu borada faol bo'lishgan. Aslida bu oddiy bekor qilingan konsert emas, san'atkor uchun bu juda katta PR bo'lib ketdi. Lekin ayrim hollarda konsert bo'yicha shov-shuv bo'ladi. Bu yerda bo'lmagan konsert to'g'risida shuncha shov-shuv. Yulduz Usmonova yillar davomida xalq suygan san'atkorligini yana bir marta isbotladi. Bu orqali o'zini auditoriyasini kengaytirdi. Musulmon olamidagi eshituvchilar, qiziquvchilar, uni kuzatuvchilar sonini yanada oshirdi. Но если вы, евреи, сионисты, думаете, что я буду извиняться, вы глубоко ошибаетесь. Я очень убеждена в своих этих. Я против насилия. Turkiya davlatlarida, Eronda, arab davlatlarida ham unga nisbatan hurmat, unga nisbatan e'tiborni qaratdi.